Assalomu alaykum haydovchilar va bo'lajak haydovchilar, yaxshimisizlar, charchayapsizlarmi? Bugun mana qishloqqa keldim, Samarqandga. Shu familiyamni egasi bilan ko'rishamiz. Familiyamni egasi bilan dodam, ya'ni shularni sizlarga ham ko'rsatishga o'sha qaror qildik. Bu inson mana dodam bo'ladilar. Familiyamni bilasizlar, Bobonorov. Bu dodamning ismi Bobonor. Doda bilasiz, o'sha YouTube'da bolalarga o'sha odamlarga o'sha yo'l harakatdan bilganimni o'rgataman. Siz ham o'shani kuzatib borasiz. Shu haqda o'zingizni fikringizni aytsangiz. Men 39 yil traktor haydagan bo'lsam, 82-yildan buyog'iga bu bizlarda mana nima deydi, pirvani, bizlarda Lyubitel deydi. Lyubitel degan pirvaga o'qib oldim. Shundan beri Xudoga ming qatla shukr, 39 yil traktor haydab, bir joydan yomon gap eshitmadim. Hozir ham o'z shaxsiy mashinamda yuraman, lekin hech qachon xato qilmagan bo'lsam kerak. Yani ham bilmadim. Biron marta xato qildim deganini eshitganim yo'q. Yo'l patrul xizmatchilaridan. Lekin nevaramning YouTube kanalida chiqib bu bergan darslarini ko'rib hayron qolaman. Sababi hech qachon YouTube'da bunday dars berganini domlalarni eshitganim yo'q edim. Shuning uchun ham mana nima bo'lsa umri uzoq bo'lsin. Shu o'zidan tinib, o'zidan tinchsin. Avvalo Allohim qolversa yigit birlari, texnika birlari doim qo'llasin. Rahmat. Hayotning eng hozir qizg'in davrida, texnika ko'p davrida shu har doim haydovchilardan iltimos hech qachon o'tgan darsni bilsalarini YouTube'dan bilib, hozir juda to'g'ri maslahatlar beryapti. Meni yoshim 80ga kirgan bo'lsa, 80ga kirsam ham shu o'zimning nevaramning darsiga qiziqaman. O'zini anasini eshitish uchun emas, lekin bergan qo'llanma darsi uchun imkon boricha yod olaman. Sababi texnika ham ko'p. Hozir qoidaga sal rioya qilmasa, bu xavflanuvlar bo'lib qoladi. Shuning uchun Allohim har doim shu yoshlarni qo'llasin. Umri uzoq bo'lsin. Dadasini, bolalarini, onalarini doim xizmatida bo'lsin. Elga xizmat qilsin. El sevgan o'g'lon bo'lib yetishsin. Undan keyin. Rahmat. Mayli, sog' bo'lingizlar. Amin. Allohim sog'lik bo'lsin, tinchlik bo'lsin, elimiz tinch bo'lsin, dasturxonlarimiz doim barakali bo'lsin. Hurmatli prezidentimiz sog' salomat bo'lsin. Allohim har joyda o'zing qo'llagan texnika birlari, yigit birlari doim hamroh bo'lib qo'llab bersin. Allohu akbar. Allohu akbar. Rahmat. Bo'pti. Hozir Bir quchoqlab qo'yaylik. hozir. Rahmat. Rahmat doda. Hop. Keyin bu inson meni buvim bo'ladilar. Adam oilari. Qo'lim ko'tarma. Bu buvim bo'ladilar. Shu har doim o'sha qishloqqa kelganimda shu men qarab, shu qishloqlarni aylantirib, shu yerga endi o'zi Toshkentda turamiz, lekin qishloqqa o'sha Kanikulda, kichkinalikda aylangani kelganimizda har doim shu buvim meni qarab yurardilar. Bu inson Doim adam bo'ladilar. Nima deydi, har doim menga poddержка berib, o'sha kuch-quvvat berib, har doim ishlarimga o'sha omad tilab, duo qiladigan odam bo'ladilar. Bu yerda hozir o'sha familiyasini to'liq bo'ldi. Bobonor buva, Farruh, Shohiddin, Bobonor Farruh Shohiddinovich bo'ldi hozir. Keyin bu yerda jiyalar turibdi, amakini bolalari.
bular ham shu Bobonorovning kichkina variantlari. Bular ham Bobonorov familiyasi, Bobonorov Suhrob, Bobonorov Fayozbek bo'ladi bular. Bular ham xudo xolasa katta bo'lsa, elimizga, yurtimizga o'sha yaxshi nima deydi, yordami tegadigan insonlar bo'lishadi xudo xolasa. Men har doim mana shu qishloqqa kelganimda aniqlardim. Dadam o'tirib maslahat berardilar, shu odamlarga foydang tegsin, odamlarga manfaatli ishlar qilgin, shu odamlarning duosini olgin deb qulog'imga quyurardi yoshligimda. Qanaqa yordam berarkanman deb rosa o'ylardim. Keyin o'sha bilimimni orqali yordam berishga qaror qilgandim. O'sha yo'l harakati bo'yicha ozgina o'sha bilimga ega bo'lsam, o'sha bilimlarni ozgina odamlarga o'rgatib, shu manfaatli bo'lish uchun qilardim. Bu narsaga hammasiga sababchi o'sha buvam bo'ladilar, dadam bo'ladilar. Ular har doim shu odamlarga foydang tegsin, yordam bergin, shunaqa o'zimiznikilarga yordam bergin, shunaqa deb har doim qulog'imga quyursa, yoshlikda nimadir qulog'iga quyursa, o'sha narsa o'tirib qolar ekanda, keyin shuni harakatida bo'lar ekanda, odam o'zi shunaqa ekanda. Shu yoshligimdan shunaqa miyamga quyurganlarda, keyin oxiri mana shu odamlarga ozgina bo'lsa ham yordam tegyapti. Shu o'zimning bilimimni o'sha insonlarga tarqatyapman. Bundan juda ham xursandman. Sizlar obunachilarga bu insonni ko'rsatmasam bo'lmasdi. Knopka oluvdik, knopkalarni olib kelib qani qilamiz deb, u Toshkentda qolib ketibdi. Endi mayli hech narsa qilmaydi. Keyingisida bundan ham ana ko'proq, kattaroq yutuqlarga erishsa, xudo xolasa bu dadam keyingisida olib kelib ko'rsatib, knopka oluvdim, Amerikadan keluvdi dada, uyda qolib ketibdi-da. Ko'rdingiz o'zingiz? Hali o'zimiz alohida kelganda yana ko'rsataman-da. Xudo nima bo'lsa, umring uzoq bo'lsin. Olqish olaver. Hech qachon shu yomonlikni ko'rmay hammamiz. Rahmat. Sening nima bo'lsa shu doim hurmat izzatda bo'lin elimizga, xalqimizga. Rahmat. Bo'ldi. Bo'ldimi? Super. Zo'roq. Zo'roq bo'lsin. Siz shirtamisan? Shu qo'lingni to'g'ri. Avvalambor amakimni mana shunaqa yutuqlardan juda mamnunmiz. Bizlarga ham yetishishini so'raymiz. Elga, xalqqa manfaat tegadigan inson bo'lib yetishganidan xursandmiz. Mana shu amakimni yo'lidan yurish bizlarga ham nasib qilsin, elimizga, xalqimizga foydali inson, shaxs bo'lib yetishga niyat qilamiz va amakimning yutuqlaridan doimo xursandmiz va bunaqa yutuqlar bardavom bo'lishini so'rab qolamiz. Rahmat. Doimo yoshlarga tarbiyali bo'lsin ham. Nasib bo'lsa. Bu ukamiz ham pedagog, hozir o'qituvchi, o'sha yoshlarni chaqiriqqacha tayyorlash bo'yicha o'qituvchi. Xudo xolasa buni ham o'sha yoshlarga bilim berib, o'sha yoshlarni kelajakda yo'lini topish uchun bu ham harakatda. Xudo xolasa buni ham shogirdlari yaxshi yutuqlarga erishadi. Buni o'zi ham yaxshi yutuqlarga erishadi xudo xolasa. Bo'lmasa sizlarga obunachilar rahmat qo'llab-quvvatlaganingiz uchun. Shu qishloqqa kelganimdan foydalanib shu dadamni sizlarga ko'rsatmoqchi edim. Shu familiyamni haqiqiy egasi shu bo'ladi, shu odam, shu inson bo'ladilar. Shuni bir ko'rsatish niyatim bo'lardi. O'zi familiyam bilan ismimni qo'yish, endi o'zimning ismim bo'lgani, familiyamni qo'yish shu odam xursand bo'ladi deb aniqlaman. Xursand bo'ladilar deb o'ylardim. Haqiqatan o'sha internetga chiqqandan keyin, ismlari internetga chiqqandan keyin xursand bo'ldilar. Endi yomon otliq bo'lib chiqmadik, Xudoga shukr. Shuni hisobiga xursand bo'lsalar, bular xursand bo'lsalar, biz xursandmiz-da. Hammaga rahmat, sog' bo'lasizlar, o'zinglarni ehtiyot qilinglar. Rahmat, tinch bo'l, sog' bo'l.